Allah yo'lida manganligimiz uchun chetlik qilgan bo'lsak, malomatga uchragan bo'lsak, boshqalarning qo'llashidan mahrum qolgan bo'lsakmi, ya'ni qanchalik jafo mushaqqatga uchragan bo'lsakmi, biz jannatga kirgandan keyin, jannatga tunji qadamni shunda qo'ygandan keyin mohiyatga bütün qiyinchiliklar, bütün musibatlarning hammasini xuddi qabahalik kuchdek unutamiz. Bu dunyoda nurg'unlagan musibatlar keladi. Allohga iymon etgan bo'lsakmi, taqvodor bo'lgan bo'lsakmi, hatto Alloh qancha yaqin bo'lsak, Alloh taolo bizning iymonimizni imtihon qilish uchun, sinash uchun, chunki ig'ir imtihon bilan biz imtihon qilish mumkin. Xuddi o'zining payg'ambarlariga eng qiyin, eng ig'ir sinovlarni berganga o'xshash, o'lmaydigan, qiyinlik bo'lmagan, hech qanday qiyinchilik bo'lmagan, musibat bo'lmagan, g'amsiz, xotirjam hayot bo'lgan bu jannatga qanday qilib kiramiz? Bugungi kunimizdagi shaytonning bizni qilgan eng cho'ng hilasi bo'lsa, bizga jannatni unutuldirish, jannatni mushu dunyodan izlaydigan holatga keltirish. Qarab baqadigan bo'lsak, hammamiz xushallik intilimiz, jafodan qochimiz, g'amsiz, xotirjam turmushga intilimiz. Shundaqla atrofimizda bo'lgan zulmlarning bo'lmasligini umid qilamiz, ota-onamizdan ayrilmasligimizni umid qilamiz. Shundaqla yaxshi ko'rgan farzandlarimizdan, ayollarimizdan, ayollar eridan ayrilmay, xotirjam hayotda yashashni orzu qilamiz. Bu insonning tabiati. Amaliyotda bu hayotda bu mumkinmi? Aslo mumkin emas. Chunki bu hayotda bizning irodamizda bo'lmagan nurg'unlagan bizning beshimizga keladi. Milimizga musibat keladi, jinimizga musibat keladi. Hech qaysi bizning irodamizda emas. Shundaqla hayotda biz o'ylab boqmagan qiyinchiliklarga uchraymiz. Mol dunyo jihatda qanchalik yuqori pallaga yetgan bo'lsakmi, mutlaq g'amsiz, mutlaq xotirjamsiz turmush ma hayotda mumkin bo'lmaydi. Nemishqa? Chunki hamma jihatda to'liq bo'ldi degan taqdirda oldimizda kasal, qarilik, o'limdan iborat qochib qutulg'ili bo'lmaydigan bir haqiqat bor. Demak, shayton bizga qancha vasvasa qilib, jannatni unutildirib, mushu dunyodan jannat izlashga bizni undisimi, lekin biz bu dunyodan jannat topolmaymiz. Chunki biz yuqorida o'tganimizdek, hayot qiyinchilikqa to'lgan. Hayotda nurg'unlagan mushaqqatlar bor. Shun Alloh taolo Qur'on Karimda laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insonni jafo mushaqqat ichida yaratdik deydi. Ya'ni jafo mushaqqat, qiyinchilik, har xil musibatlar bu hayotning tabiati. Bundan asla va asla qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Hech kim qochib qutula olgan emas. Ammo bizning qalbimiz talpingan jafosiz, g'amsiz hayot, shundaqla qalbimiz to'ladigan u xushallik, shundaqla kasal bo'lmagan, qiyinlik bo'lmagan, o'lim bo'lmagan, ayilish bo'lmagan bir hayot chuqum bor. Shuning uchun bizning qalbimiz uningga talpinadi. Inson suv bo'lganlik uchun usug'andek, tamoq bo'lganlik uchun qusqi ochgandek, u o'limsiz hayot bo'lganlik uchun, g'amsiz, hech qanday qiyinchilik bo'lmagan hayot bo'lganlik uchun inson uningga talpinadi. Demak, bizning qalbimizdagi asli g'amsiz hayotga bo'lgan talpinish jannatga bo'lgan talpinish. Bu insonning tuyg'usidagi jannatning isboti. Demak, asli biz jannat uchun yaratilgan inson bo'lg'achqa, ana shunda g'amsiz hayotga talpinamiz. Ammo biz buni xatoyatni izlab qolsak, u jannatga mangu erishamaymiz. Chunki biz u jannatga ustimizga tushgan mas'uliyatni ado qilgan va qilmaganligimiz, beshimizga kelgan musibatlarga tutgan pozitsiyamiz, qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtida uning qanday muomala qilganligimiz qarab erishimiz. Agar biz mushu hayotdan jannat izlab, dunyoning vaqtliq lazzatlariga aldanib, oxiratni butunlay unutsak, shaytonning vasvasiga aldanib, jannat yo'q narsadek muomala qilsak, garchi og'zimizda jannat bor desakmi, u jannat uchun tayyorlik qilmasak, o'zimizni aldab bilan o'tib ketamiz. U qalbimiz talpingan. Uningda hech qanday bir zulm bo'lmagan, oyilish bo'lmagan, xafilik bo'lmagan, musibat bo'lmagan, qiyinchilik bo'lmagan, bütün urug' tuqqanlar, er ayollar, ota bolalar jam bo'ladigan jannatga kirolmaymiz. Esimizda bo'lsin, bizning qalbimizdagi huzurli hayotga talpinishi intayin to'g'ri. Zulm bo'lmagan bir hayotga talpinishi intayin to'g'ri. Bolalarimizdan oylashdan qo'rqishimiz, hammamizning jam bo'lishi, hammamizning xushal yashashni umid qilishimiz bu intayin to'g'ri. Ammo bu ma hayotdagi imtihonni birib bo'lgandan keyin imtihonni qanday berganligimizni qarta bilganadi. Demak, bu hayotdagi jafo mushaqqatlar bizning oxirat hayotidagi qalbimiz talpingan u jannatga kirishimizni belgilaydi. Bu hayotdagi musibatlar bu hayot imtihonining bir savollari. Shuning uchun bu savollarga to'g'ri javob berish orqali bu qalbimiz talpingan jannat kirish uchun tirishaylik. Chunki shayton bizga qanchalik vasvasa qilib ketsin, jannatning mavjud ekanligiga, ya'ni g'amsiz hayotning mavjud ekanligiga bizning tuyg'umiz guvohlik beradi. Chunki Alloh taolo jannatni yaratmagan bo'lsa, bizning qalbimiz uni izlamasdi. Bizning qalbimizning izlaganligi uning mavjud ekanligiga dalolat qiladi. Biz agar haqiqiy mu'mindek yashab, ustimizga tushgan mas'uliyat va majburiyatlarni ado qilib, shundaqla navbatdagi zulm qarshi qo'limizdan keladigan ishlarni qilib, Alloh taolo bizga bu dunyoda g'alaba bermagan taqdirda, ya'ni bizga nisb qilmagan taqdirda biz g'alaba qilgan bo'lamiz. Chunki biz ustimizdagi mas'uliyatni ado qilish orqali u ayrilgan qarindoshlarimiz bilan, tuqqanlarimiz bilan, oilamiz bilan o'lgandan keyin, ya'ni hamma odam o'ladi, shu o'lgandan keyin ayrilmaydigan bir hayotda chuqum jam bo'lamiz. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda "Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum." O'zlari iymon etgan, avlodlarimi iymon etganlarni qiyomat kuni biz jannatda ularni jam qilamiz deydi. Bu deganlik hargizmi ma dunyoda jam bo'lishni unutib ketib, zulmga taslim bo'lib, oxiratda jam bo'lishni o'ylagan deganlik emas. Shundaqla bizning oxiratda jam bo'lishimiz uchun haqiqiy mu'min bo'lishimiz kerak. Haqiqiy mu'min bo'lishimiz uchun Allohga ishonish bilan birga, bir kishilik musulmonchiligimizni ado qilish bilan birga, ma dunyoda Alloh taolo bizga yuklagan zulm qarshi qo'limizdan keladigan ishlarni
qilish shart. Agar biz mohiyatda jam bo'lish uchun tirishmay, ya'ni zulm qarshi qo'limizdan keladigan oddiy ish bo'lsa-mu qilmay turib, mening iymonim bor, oxiratda bolalarim bilan birga jam bo'laman desak, bu xiyolimiz ham xiyol bo'lib qolishi mumkin. Chunki iymon mas'uliyat talab qiladi. Iymon majburiyat talab qiladi. Biz mohiyatda qo'limizdan kelishi tirishchilik ko'rsatib, Alloh subhanahu va taolo bizga nisb qilmay, agar kurisholmay qolib qolsak, iymon bilan kelsak, biz o'lgandan keyingi hayotda, ayrilmaydigan, abadiy yashaydigan hayotda, g'amsiz hayotda, qiyinchilik bo'lmagan, o'lim bo'lmagan hayotda farzandlarimiz bilan, bir tuqqanlarimiz bilan, butun ayrilganlarimiz bilan birga jam bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda jannati adni yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azwajihim va zurriyatihim. Ular shundaq bir jannatga kiradiki va u jannatga loyiq bo'lgan ularning otalari, ularning juftilari va ularning avlodlari jannatga kiradi deydi. Ya'ni ular jannatda otalari bilan, ayollari bilan, bolalari bilan jam bo'ladi deydi. Shuning uchun asla va asla shaytonning vasvasiga aldanib, qayg'uga petib qilishdan, umidsizlikka petib qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki mu'min asla va asla ziyon topmaydi. Mohiyatda o'zining mas'uliyatini ado qilib, majburiyatini ado qilib, iymon bilan kelsa, agar mohiyatga kurashmagan taqdirda chuqum o'lmaydigan, mangu aylish bo'lmagan hayotda chuqum kurashadi. Ammo biz qayg'uga petib, shaytonning vasvasiga aldanib, jannatni unutib, mohiyatda o'zimizning iymonini saqlashga tirishmasak, mohiyatga kurashamay qolsak, o'lgandan kim kurashamaymiz. Shuning uchun mohiyatga qiyinchiliklarga, beshimiz kelgan har qanday bir musibatga to'g'ri pozitsiya tutib, bu musibatlarni, bu qiyinchiliklarni imtihonimizning bir savollari deb qarab, uningga to'g'ri javob berishga tirishib, jannat uchun tirishaylik. Mohiyatga har bir tirishchiligimizni jannatga bog'laylik. Chunki jannat bizning qalbimiz talpingan, hech qanday g'am qayg'u bo'lmagan, huzur halovat ichida yashaydigan bir makon. Insonning hammasi o'ladi. O'lgandan keyin ya jannat ahli bo'ladi, ya do'zax ahli bo'ladi. Agar biz mohiyatda Allohni rozi qilaman, haqiqiy mu'min bo'lib yashayman, shundaqla ustimga tushgan mas'uliyatni, ya'ni xalqimni zulmdan va jaholatdan qutuldirishni harakat qilaman deb qandaq bir jafo tortgan bo'lsak, qiyinchilikka uchragan bo'lsak, musibatga uchragan bo'lsak va shundaqla mohiyatda chetga qilgan bo'lsak, ya'ni Alloh yo'lida manganligimiz uchun chetga qilgan bo'lsak, malomatga uchragan bo'lsak, boshqalarning qo'llashidan mahrum qolgan bo'lsakmi, ya'ni qanchalik jafo mushaqqatga uchragan bo'lsakmi, biz jannatga kirgandan keyin, jannatga tunji qadam shunda qo'ygandan keyin mohiyatga bütün qiyinchiliklar, bütün musibatlarning hammasini xuddi qabahalik tushdek unutamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qiyomat kunisi mohiyatda haqiqiy mu'mindek yashayman, ustimdagi mas'uliyatni ado qilaman deb eng og'ir qiyinchilik uchragan mu'min keltiriladi va uni farishtalarga jannatga bir chukrablam elinglar deyiladi. U bandini jannatga chukrablam oladi. Ondan keyin u bandidan sen dunyoda bir qiyinchilik tortdingmi deb so'raydi. U banda jannatga shundalam kirib chiqqandan keyin dunyo tortgan bütün azoblarni, bütün qiyinchiliklarni hammani unutadi va shundaqla yo'q ey Alloh, men hech qanday bir qiyinchilik tortmadim deydi. Ya'ni jannatga shundalam kirib chiqqandek xushallik ma dunyo hayotidagi bütün qiyinchiliklarimizni hammani unutildiradi. Xuddi tushimizda biz nihoyat qiynalsak, qattiq azob tortgan bo'lsak, shundalam uyg'ongandan keyin u azobni hech tortmagandek his qilamiz. Dal shuningdek, agar biz haqiqiy mu'min bo'lib yashay olsak, ma dunyo hayotida qanchalik qiyinchilik tortgan bo'lsakmi, xuddi tushdagidek hammasi unutiladi. Shundaqla bizga nihoyat uzun bilingan bu 60-70 yillik hayot o'lgandan keyin, u abadiy hayotni ko'rgandan keyin nihoyat qisqa, xuddi bir atdegandagi kichikgina bir vaqtga o'xshashlan bilinadi. Shuning uchun ma dunyo hayotini asli mohiyat bilan tunaylik. Biz bu hayotdan g'amsiz, hech qanday qiyinchilik bo'lmagan bir hayotni kutganligimiz xuddi mevsiz daraxtdan meva kutganga o'xshash bir ish. Bu dunyoda nurg'unlagan musibatlar keladi. Allohga iymon etgan bo'lsakmi, taqvodor bo'lgan bo'lsakmi, hatto Alloh qancha yaqin bo'lsak, Alloh taolo bizning iymonimizni imtihon qilish uchun, sinash uchun, chunki ig'ir imtihon bilan bizni imtihon qilishi mumkin. Xuddi o'zining payg'ambarlariga eng qiyin, eng ig'ir sinoqlarni berganga o'xshash, iymoni qancha kuchli odamga shuncha ko'p sinoqlarni beradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda sizlar iymon etsanglar, menga ishonsanglar, jannatga ishonsanglar, sizlarni hech qanday imtihon qilmayman dedimi? Dal aksicha wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Biz sizlarni ochlik bilan, qo'rqinch bilan va shundaqla joninglarga keladigan, milinglarga keladigan, ziroatinglarga keladigan har xil musibatlar bilan, ziyonlar bilan imtihon qilamiz. Ana shundaq musibat kelgan vaqtida inna lillahi, biz Allohning deb sabr qila olsanglar va bashiris sabirin. Ana shu sabr qiluvchilarga jannat bilan bishorat bo'lsin deydi. Bu sabr qiluvchilarning sifati allazina qalu inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bu musibat, bu ziyonlar Allohdan kelibdi. Biz Allohning bergin Alloh, elib ketgan Alloh deb mushunda isyon qilmagan, uning rozi bo'la olganlar haqiqiy sabrchan kishilar, jannatga loyiq bo'lgan kishilar. Ularga ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma. Alloh taolo tarafdan bir rahmat bo'ladi va shundaqla aminlik bo'ladi va ulaika humul muhtadun. Va ular bo'lsa haqiqiy to'g'ri yo'lda mang'uvchilar deydi. Demak, bir musulmon beshiga kelgan musibatlarga mana shundaq pozitsiya tutish bilan sabrchanlik qatoridan bo'la oladi. Alloh taoloning rahmatiga erisha oladi, aminligiga erisha oladi va shundaqla Alloh taolo hidoyat ustida bo'lganlar degan mana bu sifatga erisha oladi-da, natijada jannat ahlidan bo'la oladi.
Bu deganlik hargizmi beshingizga bir musibat kelsa, uningdan dars olmang, savoq olmang. O'zingizning qilishga tegishli ishni qilmagan bo'lsangiz, uningdan savoq olib, bundan keyingi ishlarga diqqat qilmay, sabr qilib beshingizga chukirib o'ltin deganlik emas. Uningdan dars olasiz. Chuqum savoq olasiz. O'zingiz qilishga tegishli ishlarni qilmagan bo'lsangiz, uningdan ibrat olasiz. Ammo qalbingizda, "Ey Alloh, men bexutlashibdimi? Men ma ishni mundaq qilib ketganman. Shuning uchun ma musibatni menga bergan o'xshaysa" deb uningdan dars olishga tirishsiz. Lekin qalbingizda doim Allohga qarata rozi bo'lasiz. Chunki ko'p hollarda bo'libmi musulmonlar beshiga bir musibat kelsa, uning iymoni taraf qilishi mumkin. Men Allohga namoz o'qiyotsam, ibodat qilyapsam, nima uchun Alloh taolo bu musibatlarni menga beradigan-do? Paloni haroq ichidi, harom ishlarni qiladi, boshqalarning haqqini yeb oladi. Uningga nimishqa bu musibatlar kelmaydigan-do? Kofirga nimishqa musibatlar kelmaydigan-do? deb shayton vasvasa qilib, sizni Allohga bo'lgan iymonda shubhiga soladi. Sabr qilish deganlik mana shu vaqtda shaytonning vasvasalariga aldanmay, bu musibat men uchun bir imtihon deb uningdan dars olib, iymonimizni mustahkam tura olsak, undan keyin biz sabr qilgan bo'lamiz. Beshimiz qildigan musibatlarga qarata sabr qilish va uningga mukofot berish aslida bu bizga qilingan bir yaxshilik, bir in'om. Chunki dunyoda kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, hammasini beshiga har xil qiyinchiliklar keladi. Kofirning balasi o'lib qoladi. Kofirning milimi har xil ziyonlarga uchraydi. Lekin kofirda sabr va Allohga rozi bo'lish degan narsa bo'lmaydi. Mo'minchi mana shu vaqtda shayton uning vasvasa qiladi. "Ey, Allohga sen ibodat qilsang, nima uchun senga ziyon beradi? Nima uchun senga musibat beradi?" deydi. Amaliyotda mo'min shu vaqtda bu Allohning qonuniyati, bu Allohning imtihoni, hayot imtihon hayoti deb sabr qila olsa, Alloh bizga nurg'ulg'an ajrlarni beradi. Agar biz sabr qila olmasak, Allohga isyon qilsak, kufr so'zlarni qilsakmi, reallikni hech narsani o'zgartirmaymiz. Demak, mana shunday paytda Alloh taolo bizning qalbimizga xotirjamlik berish uchun, bizning o'zimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun, ya'ni bizning manfaatimiz uchun sabrdan iborat bir ibodatni qo'ydi va shundaqla u sabrni lozim tutganlarga jannatni tayyorladi. Amaliyotda sabr oxiratda biz ana shunday mukofotga erishtirib qolmay, mushu dunyoda o'zimizning ruhiyati, jismoniy, ya'ni tan sog'lomligi uchun intayin muhim. Shuning uchun Allohga shukr qilish bilan birga beshimiz kelgan har qanday bir musibat, qiyinchilikqa sabr qilaylik. Biz sabr qilsak, qiyomat kuni tatgan har bir musibatimiz, beshimiz kelgan har bir qiyinchiligimiz qarta o'ylab paqmagan savob mukofotlarga erishimiz. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yawaddu ahlul afiya yawmal qiyamah. Ma dunyoda ko'p musibat uchirmagan, qiyinchiliklarga uchirmagan kishilar qiyomat kuni musibat ahlining erishgan savoblariga qarab, "Kashki biz ma hayotda qochilar bilan badallarimiz kesilib bo'lsa-mu, ana shunda qiyinchilik uchirgan bo'lsak, ma mukofotlarga erishgan bo'lsak" deb orzu qilib ketadi deydi. Shuning uchun qalbimiz talpingan, u g'amsiz, xotirjam bo'lgan bir hayotga kirishni xohlasak, ya'ni jannatga kirishni xohlasak, ma hayotda, ya'ni vaqtli hayot uchirgan har qanday bir musibat, qiyinchilikqa sabr qilishimiz kerak. Chunki bu hayotdagi musibatlar, qiyinchiliklar jinimizni qattiq og'ritgan bo'lsa-mu, lekin vaqtli. Ammo o'lgandan keyin jannat deydigan bir makon borki, u makonda bizning qalbimiz talpingan bütün narsalarning hammasi bor. O'lim yo'q, kasal yo'q, qiyirlik yo'q, hamma narsalar bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yadkhul ahlul jannati jurdan murdan mukahhirin abna'u 33 sana. Jannat ahli bo'lsa, jannat kirgan vaqtida 33 yoshlik, soqolsiz, yop-yosh, surma tortilgan holatda kiradi deydi. Demak, jannatda biz qo'rqqan, biz andish qilgan u ojizlik, u qiyirlik bo'lmaydi. Hammamiz 33 yoshlik bir yosh holatimizda bo'lamiz. Shundaqla jannatda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Butunlay baxet, butunlay huzur, butunlay halovat ichtilam bo'ladi. Va shundaqla kiyimimiz ko'nirmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yadkhulul jannati yan'am va la yab'as. Jannat kirganda mukofot oladi, huzur oladi, xushallik topadi, qiyinchilik uchirmaydi. La yabla thiyabu, kiyimi ko'nirmaydi. Va la yafna shababu, yoshligi ketib qolmaydi. Yani daim yaş holatda turadi deydi. Mahiyatda bizni qo'rqitadigan nima? Qiyirlik. Ya'ni yoshimiz 40 yoshdan oshsa, o'lim ko'zimizga ko'ringan vaqtida qo'rqinish bosadi. Chunki qiyirlik keldi degan gap, ojizlik keldi degan gap, qiyirlik keldi degan gap, o'lim keldi degan gap. Ammo jannatda bu xil andisha bo'lmaydi. Chunki hammamiz yap-yosh holatda turamiz. U yoshlik mangu o'tmaydi. Ya'ni dunyoda bizni qo'rqitayotgan, andishaga solayotgan nim bo'lsa, jannatda bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda ya ibadi la khawfun alaykumul yawma va la antum tahzanun. Sizlar jannatda hech qanday g'am qayg'uga, andishaga tushmaysizlar deydi. Va shundaqla ma hayotdagi qalbimizdagi bütün qalb kasalliklari, ya'ni hasad, o'ch, adovat, nafratga o'xshash har qanday bir narsa, qizg'inish deydigan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Biz jannatda har bir odamning qalbidagi dushmanlikni sökib tashlaymiz. Ular qarindosh bo'lgan holda birisi-birisiga qarashib o'ltiradi deydi. Shundaqla biz ma hayotda xushallik ish qilsakmi, ko'nglimiz tatadigan ish qilsakmi, herib charchaymiz. Bag'chiga berib o'yinsakmi, harimiz. Ammo jannatda xushal topadigan ish bor, herish yo'q, charchash yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda la yamassuhum fiha nasqabu va lahum minha bimukhrajin. Jannatda charchash bo'lmaydi, herish bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqib ketmaydi, ya'ni chiqarib etilmaydi deydi. Ya'ni dunyoda xushallik qarab qoladigan bo'lsak, hammasi vaqtli. Bir bag'chiga kiraylik,
chiqib ketamiz. Bir narsa elib xushal bo'layli, uning xushalligi 1-2 oy davomlashadi. Ammo jannatning xushalligi mangu yo'qmaydi. Doim bo'ladi. Jannatda charchash bo'lmag'achqa uyquga ehtiyoj bo'lmaydi, uxlamaydi. Shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ahlul jannati la yanamun, jannat ahli uxlamaydi deydi. Hayotimiz qarab qolgan bo'lsak, 60 yil yashagan odam 20 yil atrofida uxlablam o'tadi. Ya'ni 60 yil yashagan odam hayoti bo'yicha 20 yilni uxlab o'tkazadi. Ammo jannatda uxlash deydigan narsa bo'lmaydi. Chunki inson charchamaydi. Uyqusi kelmaydi. Shundaqla jannatda biz mahayat eng qo'rqayotgan, hammamiz tutiladigan ölüm deydigan narsa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yu'ta bil mauti kabashan aghar fayuqaf baynal jannati wan nar. Alloh taolo qiyomat kuni o'limni oq qo'chqor sifatida keltiradi. Ondan keyin u o'limni jannat bilan do'zaxning o'ttirisi to'xtatib, jannat ahli va do'zax ahlining hammani chaqiradi. Har ikki tarafdagilar u o'limga qaraydi. Ondan keyin Alloh taolo bu o'limni o'ltirish orqali o'limsiz hayotga hammamiz qadam qo'yamiz. Ya'ni o'lim deydigan narsa bo'lmaydi. Jannat kirganlarmi u in'amlar, u huzur, u xushallik ichida mangu qoladi. Do'zax kirganlarmi, kufr ahlimi, zulm ahlimi mangu qoldiganlar u jannatda o'limsiz holda mangu qoladi. Demak jannatda biz ma dunyoda arzu qilgan, shayton bizga vasvasa qilib jannatni unutildirib, ma hayot izdatkizgan narsaning hammasi jannatda bor. Alloh taolo Qur'on Karimda va fi ayshatir radiya, jannatda nayt baxtlik, rozi bo'ladigan bir turmush bo'ladi. Fi jannatin aliya, oliy jannatda bo'ladi. Qutufuha daniya va jannatning mevalari yaqin bo'ladi. Ya'ni bir odam jannatning mevasini erishni arzu qilgan vaqtda u jannatning mevasi u odamga yaqin bo'ladi. Yana bir oyatda buni texmi izohlab va daniyatan alayha zilaluha va zullilat qutufuha tazlila. Jannatda u daraxt mevalarining soyalari ularga yaqin bo'ladi. Uning mevalari og'uchlarga oson qilinadi. Ya'ni mevalari unga yaqin keladi deydi. Tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daimun va zilluha. Uning ostidan o'stanglar eqib turadi. Uning mevasi har doim bo'ladi. Ya'ni ma'lum faslda emas, har doim meva berib turadi. Jannatdagi har bir meva bizning mohiyat qilgan amalimiz bir mevasidir. Ma dunyoda qanday bir yaxshi qilgan bo'lsak, u jannat uchun tikkan bir urug'dir. U urug' jannatda bir daraxt bo'ladi, bir meva bo'ladi. Shundaqla jannatda biz mahayatda qochgan, seskingan har qanday bir maynachilik bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom in ahlal jannati ya'kuluna fiha va yashrabun. Jannat ahli jannati yeydi, ichidi, lekin tükürmaydi, cho'ng kichik tahorat qilmaydi va mishqirmaydi deydi. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan ey Resulullah yegan narsalar ne ketadi deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam karush halmisk yegan narsalar kipar purqida terlash va kikrish bilan chiqib ketadi, ya'ni yo'q bo'ladi deydi. Shundaqla jannatda inson arzu qiladigan har xil buloqlar bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda fiha aynun jariya, jannatda iqib turadigan buloqlar bo'ladi. Fiha surrun marfu'a, ko'tarilgan taxtlar bo'ladi. Aliyahum thiyabu sundusun khudri va istabraq. Ularning kimlari olsa qilin va nepiz yipakdan bo'ladi. Ya'ni yap-yeshil yipakdan bo'ladi. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Ular qavat-qavat ostidan o'stanglar iqib turadigan uylarda bo'ladi deydi. Va fiha ma tashtahihi al-anfus. U jannatda insonning nafsi ko'ngil tadadigan hamma narsalar bo'ladi deydi. Alloh taolo yuqorqi oyatlarda va undan boshqa nurg'unlagan oyatlarda jannatning nurg'un noz ne'matlarini xabar bergan. Shundaqla bizning tasavvurimizga yaqinlashtirish uchun biz bildigan narsalardan xabar bergan. Ismi o'xshasimi, ammo jannatdagi narsalarning biz bildigan bu dunyodagi narsalarga asla o'xshamaydiganligi, hatto mevalarining ta'mining o'xshamaydiganligidan xabar bergan. Shuning uchun jannat haqida qanchalik anglaylik, qanchalik o'qiylik, qanchalik oyatlarni tushunishga tirishaylik, lekin jannatni haqiqiy shaklda, to'liq shaklda tasavvur qilishdan ojiz kelamiz. Chunki 2-3 asr ilgari yashagan odamlarga bugun kunimizdagi telefon, kompyuter haqida bayon qilsak, ular tushunmasligi mumkin, his qilmasligi mumkin. Mushu dunyodagi 2-300 yil orasida mana mushundaq farq bo'lgan yerda boshqa bir dunyo bo'lgan, o'lim bo'lmagan, boshqa bir dunyodagi narsalarning bizni tasavvur qila olishimiz intayin qiyin. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammad aleyhisselam jannatni nisbatlagan vaqtida wala udunun sami'at wala aynun ra'at. Jannat shundaq bir narsalarga to'lganki, uni quloq anglab boqmagan. Biz ma hayatda quloqimiz uni anglab boqmag'liq, ko'zimiz uni ko'rib boqmag'liq, qalbimiz kechib boqmag'liq. Ya'ni shundaq narsalarga to'lgan deydi. Shuning uchun Alloh taolo hadisi qudusiyda a'dattu li ibadis solihin ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Men solih bandalarimga, yaxshi bandalarimga shundaq bir narsa tayyorladimki, o narsalarni ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, insonning qalbi kechib boqmagan. Ularga ko'rsatganlarimdan boshqa, ya'ni Qur'on, hadislar orqali bizlarga xabar bergandan boshqa tig'i ko'rsatmagan, saqlab qo'ygan nurg'unlagan ne'matlarim bor. Xolisanglar bu oyatni o'qinglar deydi. Ya'ni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ularning hayoti dunyoda qilgan ishlari sababli ular uchun saqlangan xushallikning manbasi bo'lgan hech kim bilmaydigan mukofotlar bor deydi. Faqat Alloh taolo bizning tushunishimiz uchun jannatdagi narsalarning ichidan biz biladigan, ya'ni mohiyati ismini biladigan narsalarni bizga so'zlab beryapti. Vaholanki jannatda biz bilmaydigan, biz ko'rib boqmagan nurg'unlagan narsalar bor. Shundaqla jannat hayotini mohiyatga asla va asla solishtirib bo'lmaydi. Mohiyat jannat hayotning oldida bir o'yin,
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ve mel hayatud dunya illa la'ibu ve lahu." Hayatı dünya ahiret seliştiği vaqtida o bir oyun tamaşa deydi. "Ve la darul ahiretu hayrun lillezine ettaqun." Haqiqi Allah'tan qorqadigan kishilar uchun ahiret hayatı yaxshi. Sizlar aqlinglarni ishiltinglar deydi. Aqlinglarni ishiltinglar. Ma hayat o'lib ketisizlar, hammasi vaqtliq. Unda bo'lgan ekan, o'lmaydigan hayot uchun, jannat uchun tirishinglar deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom biz jon bilayotgan, biz xushallik izlayotgan, hamma narsamizni atayotgan ma dunyoninki Allohning huzuridagi u jannatga kirishdigan vaqtdagi vazni bizga tushuntirish uchun "Law kanatid dunya indallohi junaha ba'uda." Agar ma hayoti dunyo, ya'ni biz bütün vaqtimizni, bütün narsamizni sarf qilayotgan ma hayoti dunyo Allohning nazarida jannatga kirishdigan vaqtida bir pashining qanotiga to'g'ri kelsetdi. Ma saqa kafiran sharbatama. Kafirga bir yutum su bermeydi deydi. Demek ma hayatı dünya, biz jon bilayotgan hayatı dünya o jannatga kirishdigan vaqtda mana shundaq ma kichik bir narsa. Şuna Allah Taala bizning ma hayatı dunyoni oxiratga tegishib qolmasligimiz, ma hayatı dunyoni cho'ng ko'rib oxiratdan mahrum bo'lmasligimiz uchun araditum bil hayati dunya min al axira. Sizlar oxiratni dunyoga tegishga rozi bo'ldinglarmi? Mushu dunyoga rozi bo'ldinglarmi? Fama mata'ul hayati dunya fil axirati illa qalil. Ma hayatı dunyoni oxiratga selishtirganda dunyo hayoti bek oz deydi. Ammo shayton bizga nima deydi? Daim mush hayatı dünyanın gözümüzde çoğaydıdı. Ma hayatı dünya naydı çoğ. Muşu dünyadaki xuşallık acayip bir xuşallık dep muşu dünyagla merkezleştirişke, muşu dünyadlam yaşap ötep gitişke, muşu dünyadlam cennet izleşke bizni kızıktırdı. Vahalenki Allah Taala bizni ahiret kızıktırdı. Şeytan dünya kızıktırdı. Endi kimge erişimiz? Elbette bizni yaratgan ve şundakla kalbimizge o cennetini izleşini ibaret o tuygunu koygan, cennetini yaratgan, ma vaqtlık hayatını yaratgan Allah Taala'nın sözü haq. Onda bolsa Allah'ın haq bolgan sözüge erişip ölmeydigan, qiyinlik bolmagan, hech qanday qiyinchilik bo'lmagan, musibat bo'lmagan, g'amsiz, xotirjam hayot bo'lgan o jannatga qandoq qilib kiramiz? Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadislarda bizni jannatga kirgizadigan amallarni tafsiliy bayon qilib bergan. Biz buni xulosa qilgan vaqtimizda bizni jannatga kirgizadigan amallar cho'ng jihatdan ikki turlik bo'ladi. Birinchisi bo'lsa xususiy amallar. Bunun tunjisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu shahodat kalimasidan boshlansa, musulmonda ochiqni ado qilishga muhim bo'lgan 5 farzni ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Man qala la ilaha illalloh sodiqan min qalbihi dakhalal janna." Qanda bir odam qalbidan haqiqiy, samimiy shaklda, rostli shaklda la ilaha illalloh deydi ekan, bu odam jannatga kiradi deydi. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohdan boshqa bir to'g'ri so'z yo'q, Allohning yo'lidan boshqa hech qanday bir to'g'ri yo'l yo'q deb mushuni qalbidan deyalsa, undan keyin jannatga kiradi. İkinciden, yani şahsi musulmondachilikqa doir bo'lgan ikkinchi qilib qildigan ishlar bo'lsa, farz amallar. Bir sahobiy Rasulullohning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, Alloh menga farz qilgan, ya'ni meni jannatga kirgizadigan ishlarni deb bergan" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu sahobiga 5 vaqt namoz farz, ammo xohlasang nafl qilsang bo'ladi dedi. Ondan keyin zakat farz, xohlasang nafl sadaqa bersang bo'ladi dedi. Ondan keyin Ramazon oyida ro'za tutish farz deb islomning 5 asosini bu sahobiga aytdi. Bu sahabe Allah olan qasamki men shu farz qilinganni qilaman, undan ortiqini qilmayman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aflaha in sadaqa. Agar rost qilsa, ya'ni shu farzning hammasi ado qilsa, u najot topdi. Yana bir rivoyatda jannat kirdi dedi. Demak, bir kishilik musulmondachilikni ado qilish, ya'ni la ilaha illallohdan boshlangan musulmondachilikning 5 turuki bo'lgan namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, imkoni bo'lsa haj qilishdan iborat mana shu islomning 5 turuki xususiy shaklda bizni jannatga kiradigan amallar. Ammo mushning bilan lam jannatga kiralamdi. Boshqa hech qanday ish qilmasak, millatning g'amini yemasak, ma millatni nadonlikdan, jaholatdan qutqizish uchun, umum xalq uchun bir ish qilmasak, shundaqla xalqimizni zulmdan qutuldirish uchun har qanday bir harakatga qatnashmasakmi, jannatga kiralamdi. Agar shundaq bo'lsa-da, Hazrati Hamza jangga chiqib shahid bo'lmas edi. Agar shundaq bo'lsa-da, Mus'ab namozni o'qib, zakatini berib, u huzurlik turmushidan voz kechmagan bo'ladi. Agar shundaq bo'lsa-da, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Madina tashlab, Rasulullohning yurtini tashlab Istanbulga kelmas edi. Agar shundaq bo'lsa-da, Rasululloh namoz o'qib, u boshqa ishlarga aralashmay Makkada yashagan bo'ladi. Demak, bir kishilik ibodatimizla bizni jannatga kirgizishga va shundaqla bizni komil musulmon qilishga yetmaydi. Chunki islom xususiy din emas. Ya'ni har bir odam Allohga ishonsa, Allohga ibodat qilsa, jamiyatni hech qanday o'zgartmasa, jamiyatni hech qanday isloh qilmasa bo'ladigan din emas. Islom dini bir shaxsdan boshlab jamiyatni o'zgartirish uchun, jamiyatda adolat o'rnatish uchun, jamiyatdagi johillikni yo'qotish uchun, jamiyatdagi zulmni yo'qotish uchun kelgan din. Shuning uchun bir odam shaxsiy musulmondachilikni ado qilib bo'lgandan keyin, u jamiyatni o'zgartirish, isloh qilishni harakat qilmaydi ekan, u haqiqiy musulmon, komil musulmon hisoblanmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Oman lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Qanday bir odam musulmonlarning umumiy ishiga ko'ngil bo'lmaydi ekan, u odam ularning qatoridan emas deydi. Yana bir hadisda sizlarning biringlar o'ziga yaxshi ko'rganni yana bir qarindoshiga yaxshi ko'rmaguncha mu'min bo'lolmaydi deydi. O'zimizga yaxshi ko'rgan mush erkin dunyoni ana shu qarindishimiz uchun, vatandagi, turmadagi qarindoshlarimiz uchun yaxshi ko'rmasak, ularni qutuldirish uchun harakat qilmasak, nodon xalqimizni, johillik ichida qolgan, islomdan mahrum qolgan xalqimizni johillikdan qutuldirish uchun ularga islomni yetkazish uchun tirishmasak, ya'ni umum musulmonlar uchun bir ish
qilmasak, biz haqiqiy komil mu'min bo'la olmaymiz. Demak, bir musulmonning ustiga shaxsiy musulmonlardan boshqa umumiy majburiyat va mas'uliyatlar yuklangan bo'ladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda qasam qilib turib, "Val asri innal insana lafi xusr." Asr bilan qasamki, innal insana lafi xusr. Haqiqatan shubhizki insonlar ziyon ichida. Bütün insonlar ziyon ichida. Faqat ikki turli insonlar bu ziyondan mustasno. Uning birinchisi bo'lsa illallazina amanu va amilus solihat. Allohga ishongan va yaxshilarni qilgan va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr. Haqiqatni tavsiya qilishgan. Yolg'iz emas, o'zaro haqiqatni tavsiya qilishgan. Islomni birisi-birisiga tavsiya qilishgan, iymonni tarqatgan, da'vat qilgan va tavasav bis sabr. Va ana shu islom tarqatish yo'lida, da'vatni tarqatish yo'lida, shundaqla xalqni jaholat yo'lidan qutuldirish yo'lida, shundaqla xalqni zulm ostidan qutuldirish yo'lida birisi-birisiga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa bütün kishilar ziyon ichida deydi. Demak, sur asr bizga shundaq deydiki, allazina amanu va amilus solihat. Allohga ishongan va yaxshilarni qilgan kishilar va undan boshqa va tavasav bil haqq. Haqiqatni o'zaro tavsiya qilishgan. Ya'ni musulmonlarning umumiy ishiga ko'ngil bo'lgan va tavasav bis sabr. Sabrni tavsiya qilishgan. Ya'ni shu yo'lda mustahkam turishni, chidamchan bo'lishni tavsiya qilishganlardan boshqa hammamiz ziyon ichida deydi. Demak, bir musulmon haqiqatni tavsiya qilishmay, sabrni tavsiya qilishmay, namoz o'qib qo'ysam, bir kishilik musulmonlarni ado qilib qo'ysam, u yana ziyon ichida degan gap. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarniki jannat kirish uchun qilishga tegishli birinchi ishi bo'lsa, shaxsiy musulmondarchiligi va shundaqla ustimizga tushgan mas'uliyatni ado qilish. Bizning ustimizga qanday mas'uliyat tushuglik? Birinchidan xalqimizni jaholatdan qutuldirish. Xalqimiz islom iymondan mahrum, shundaqla tug'an sir iymondan chekinib ketyotidi. Bu jihatda tirikchilik ko'rsatish. Ikkinchidan xalqimizni zulmdan qutuldirish. Mushu ikki ishni qilmaydi ekanmiz, ya'ni shaxsiy musulmondarchiligimiz va umumiy majburiyatni ado qilmaydi ekanmiz. Shuning uchun tirikchilik ko'rsatmaydi ekanmiz. Biz o'zimizni jannat kiramiz deb xam xiyol qilmaylik. Chunki sahobalarmi agar shunday qilib jannat kira olsaydi, o'ncha qiyinchilikni, o'ncha musofirchilikni topmagan bo'ladi. Uchinchisi, ya'ni bizning jannat kirishimiz uchun eng muhim ishlarning uchinchisi bo'lsa, sabrchan bo'lish, ya'ni chidamchan bo'lish. Mohiyati bizning boshimizga turli musibatlar kelishi mumkin. Allohning yo'lida manganligimiz uchun nurg'ulg'an malomatlarga uchrashimiz mumkin. Shundaqla Allohning so'zini, hukmini yetkazganligimiz uchun nurg'ulg'an haqoratga, tuhmat qilishimiz mumkin. Shundaqla Allohning yo'lida yashayman deganligimiz uchun chetki qilishimiz, nurg'ulg'an ziyonga uchrashimiz mumkin. Mana shundaq yo'lda keynimizga chekinmay, sabrchan bo'lgan vaqtimizda ondan keyin biz o'zimizni ziyondan qutuldirgan bo'lamiz. Va shundaqla beshimiz kelgan, bizning irodamizda bo'lgan har qanday bir musibat qarta sabrchan bo'lgan vaqtimizda, yo'limizni taymagan vaqtimizda, iymonimizni tarbimagan vaqtimizda, Allohdan rozi bo'lgan vaqtimizda, Alloh taolo degandek biz haqiqiy jannat ahlidan bo'la olamiz. Chunki hayot demak sabr demak. Biz ma hayotda iymonimiz mustahkam turish uchunmi sabr kerak. Ma dunyoda bir ishda muvaffaqiyat qozonish uchunmi sabr kerak. Oxiratga kelib ketadigan bir ishlarni qilishdimi sabr kerak. Chunki Alloh taolo bizni nurg'ulg'an yaxshilarga muyassar qilishi mumkin. Ammo uningda davom qilish, hayotimizning oxirigacha iymon bilan ketish, yaxshi ishlar ustida ketish chidamchanlik talab qiladi. Shuning uchun o'zimizda sabrning nihoyat muhim ekanligini yetildirishimiz lozim. Undan boshqa bizni jannat kirgizadigan va shundaqla bizni jannatdan to'sib qo'yadigan nurg'ulg'an amallar bor. Biz bundan keyingi darsimizda mana mush amallar haqida to'xtalamiz. Esimizda bo'lsin, jannat bir xil emas, bir martabada emas. Bizning mohiyatda tutilgan badalimiz, ko'rsatgan tirishchiligimiz qarta oxiratda erishadigan jannatimizning darajasi o'xshamaydi. Shuning uchun biz mohiyatda qanchalik tirishchilik ko'rsatalsak, jannatdagi o'rnimizni shuncha yuqori ko'tara olamiz. Jannatda shundoq yuqori martaba, shundoq yuqori darajalar borki, tuandagi kishilar yuqoridagi kishilarni xuddi biz yulduzni ko'rgandek ko'ramiz. Ya'ni shundoq farq bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Inna fil jannati 100 daraja." Jannatda 100 daraja bor. Ya'ni 100 xil martabasi bor. Addallohu lil mujahidin fi sabilillah. Bu 100 darajani, 100 martabani Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida urush qilgan mujohidlarga tayyorladi. Ma bayna darajatayn. Ikki jannat o'rtasidagi farq, ya'ni 100 jannatlar orasidagi ikki jannat o'rtasidagi farq kama bayna samai val ard. Osmon zaminning o'rtasidagi farqdek cho'ng deydi. Ya'ni 100 daraja bor. Har bir jannatning, ya'ni ustundagi jannat bilan ostindagi jannatning o'rtasidagi farq osmon zaminchilik farq etadi. Fa iza sa'altumulloha fas'aluhu firdaus. Allohdan jannat so'moqchi bo'lsangiz, eng yuqori martabasidagi Firdavs jannatini so'ranglar deydi. Demak, ma hayotda yaxshiroq uyda o'ltirish, yaxshiroq mashina olish uchun tirishchilik ko'rsatamiz. Dal shunga o'xshash oxiratdami yaxshiroq o'ringa erishishimiz uchun, yaxshiroq martabaga erishishimiz uchun qanchalik tirishchilik ko'rsatsak, shuncha yaxshi martabaga, shuncha yaxshi darajaga erishimiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni nafsimizga qul bo'lmaydigan, Alloh qalam qul bo'ladigan va shundaqla jannatni ko'zlab yashaydigan, ma hayotning vaqt lazzatiga aldanmaydigan, haqiqiy lazzat bo'lgan, o'lmaydigan, qayerliq bo'lmagan, g'am andishi bo'lmagan u hayotni ko'zlab yashaydigan, shaytonning vasvasalariga aldanmaydigan kishilarning qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizni hammamizni Firdavsga sabab bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin.